Leksiyemizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Endiki leksiya menen üzemnin göz karışı belki bir nazuk, naydı inçki bir leksiya. Qarmaqqa leksiyani sizlarni anlayışla ancha ko'renmaysizlar buni, lekin bunun keyin tarpida nurg'un masala badaq qiladi vatandaş. Bugun sizlar 2020-yil 8-oyning 30-kuni ertaga yakshanba mavzu mundaq. Jungo Hindiston tirkishib turgan bir paytda Xi Jinping nihoyatda zo'r signal qo'yib berdi. 5 yildan beri tunji qatim muhim yig'in ochdi. Mavzuli xabar 8-oyning 30-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti 7-qatimliq Tibet suhbat yig'ini 8-oyning 29-kuni yapildi. Partiya sekretari Xi Jinping muhim nutq so'zladi. Matbuotla baholab bunda xabar qildi. Amerika-Jungo munosabati jiddiylashayotgan bir paytda Jungo Hindiston chegarasida tirkishish jiddiylashayotgan bir paytda Jungo chegara rayonining muqimligi va bexatarligini kapolatga ega qilishni umid qildi. Xinhua munda xabar qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetining 7-qatimliq Tibet suhbat yig'ini 8-oyning 28-kunda 29-kunigacha Beijingda chaqirildi. Jungo Kompartiyasi sekretari, Jungoning davlat raisi, Markaziy harbiy ishlar komitetining raisi Xi Jinping yig'inda muhim nutq so'zladi. Shangang, yani Hong Kong Janubning Sahara gazeti 8-oyning 30-kuni Jungoning raisi Xi Jinping egirlik nuqtasini Tibet chegara rayonining bexatarligiga qaratdi. Bu yerdagi egirlik nuqtasi siyosatning egirlik nuqtasini Tibet chegara rayonining bexatarligiga qaratdi. Mavzuli xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi yig'in Jungoning eng muhim Tibet siyosati munbiri bo'lib qoldi. Bu qatimqi yig'in diqqati vatandash Jungoning eng muhim Tibet siyosati munbiri bo'lib qoldi. 2 kunlik Tibet suhbat yig'ini 2015-yildan beri tunji qatim ochilgan bo'lib hisoblandi. Yig'inda Xi Jinping mundaq dedi. Chegaraning bexatarligini qo'g'dash muhim vazifa. Xi Jinping partiya, hukumat, armiya rahbarlariga chegara rayoni mudofaa qilishni mustahkamlash, chegara rayon bexatarligini kapolatga ega qilish hamda davlatning bexatarligini uzun muddat tinchligini muqimligini kapolatga ega qilish to'g'risida buyruq tushirdi. Tibet bilan Hindiston o'rtasida nihoyatda uzun chegara bor. Diqqat vatandash. Xinhua xabar qilganda Xi Jinpingning Jungo Hindiston bexatarligi to'g'risidagi xabarlarni xabar qilmadi. Diqqat. Xinhua bu yig'indagi bir mazmunni tashlabdi. Yani Jungo Hindiston chegarasidagi bexatarlik to'g'risida Xi Jinpingning so'zlagan so'zlarini Xinhua xabar qilmabdi. Masalan, Hindiston Jungo o'rtasidagi chegara bexatarligi masalasi mu yoki yana boshqa Xinhua xabar qilmaydigan inchki bir taraf bormi vatandash? Xabar qilmadi. Balki Xinhua ommaviy holda bo'lginchilikka qarshi muqimlikni qo'g'dash bilan pilotdek qo'rg'on yasab chiqish, Tibetda har qaysi millatlarning ittifoqligini kuchaytirish, buni xabar qilishga ko'proq diqqat og'dirdi. Janubning Sahara gazeti mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi Tibet xizmat yig'ini ochilgan vaqt
Jungo del Amerika bilen Jungo o'tirisidagi nayte eğer talaş tartışlarga band bulup durgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Diqqat vatandaş. Jungo chegaraning muqimligini kapolatga ega qilib, chataq chiqishdan saqlanishni umid qilatdi. Bu jumlaga diqqat qiling vatandaş. Jungo chegaraning muqimligini kapolatga ega qilib, chataq chiqishdan saqlanishni umid qilatdi. Yana bunga diqqat qiling vatandaş. Reuters analiz xabari e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabatining yomonlashishiga ergishib, Jungoning Tibet siyosati yana bir qatam kishilar diqqat qiladigan nuqtaga aylandi. Ala shar. Vatandaş. Reuters agnetiga analiz qilib, mundaq xabar qildi. Amerika Jungo munosabatining yomonlashishiga ergishib, Jungoning Tibet siyosati yana bir qatam kishilar diqqat qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bu yil 7-oyda mundaq ko'rsatgan. Amerika Jungoning ba'zi amaldorlariga viza berishni cheklaydi. Chunki bu amaldorlar chet el diplomatlarining Tibet kirishini cheklagan. Hem kishilik huquqni dafsanda qilgan amaldorlardir. Davlat ishlar kotibi mundaq ko'rsatdi. Washington Tibetning haqiqiy ma'nodagi avtonomiyaga ega bo'lishini qo'llaydi. Bundan burun 8-oyning 17-kun tashqi ishlar ministri Wang Yi az uchraydigan bir holda Tibetda xizmatlarni ko'zdan ko'chirdi. Biz sizlarga tahlil qildik. Hatta talash tatish bo'layotgan Jungo Hindiston chegarasini ko'zdan kechirdi. Bu bir g'ayri ish, hurmatli vatandosh. Navbatda Hindiston Jungo chegara talash tartish qatmal bir holatga tushib qoldi. Hech qanday ilgirlash yo'q. Yana bir mavzuga diqqat qiling. Ozodlik armiya Janubiy dengizda harbiy manevrni oxirlashtirishning eng oxirgi bir kunida Amerika armiyasi razvet aeroplanlarini chiqarib, razvet qilib, qayta razvet qilib yetib keldi. Mavzuli xabar 8-oyning 29-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar e'lon qilindi. Kechiringlar, bir necha razvet aeroplani razvet qilib Manver maydoniga yetib keldi. Bir necha 10 emas. Demak, bir necha olganda 10dan tuban 6 mi, 5 mi, yoki 9 mi, yoki 3 mi, 4 mi, shu 10 bilan 1 bilan 10 son oralig'ida. Katta gap vatandosh. Hozir analiz qilamiz siz bilan birlikda.